Tojikiston pullari. Bu necha puli? 100 so'm? 100 so'm, ha? Uchta 100 so'm oldi, bunisi 10 so'm oldi. Gap yo'q. Bunisi 100 minglikka to'g'ri keladi, bunisi 10 minglikka to'g'ri keladi. Ha, bizga-ya? Ha. Ha, Biriga bir olsangiz bu 10 minglikka to'g'ri keladi, bunisi 100 mingga to'g'ri keladi. maşallah. Bunisi 10 mingga to'g'ri. Oldimda kayfli okul odasiz qolgan pul kiymiş. Bo'ldi. Tamam. Ben keldim ama benim aklım. Bana konfirmat verelim. Mana adresi bo'ldi, Yeshon aka olib ketaman xolos. Ha, gap yo'q. Siz ham bilib qoldingiz. Yo'q, o'zi oxiri selamni. Xohlasa biz Tojikistonga keldik, shu joyimizni razmerini oldik. 375 ga 370 razmerda afsona fason bo'ladigan bo'ldi. 1.8 2 qavat, ikkita yoni tagi 12 li shveller, tepasida skvaznoli lazer gulli bo'ladi. Hoji aka, bey adresini bir tushuntirib bersangiz, klientlarimizga qiziqda. Adres sizlarga qayerda u? Sizni adresingiz, uyingiz Mana adresi. adresi u mana shu bo'yimizda hajda Tojikistonning qayerda turibmiz? Tojikiston Qarashqo'm selsagi Loti. Ha. Jamoat Loti mana shu ko'cha Bo'yimzoyev 18. Sizga darvozangizni 2000 dollarga dogovor qildik. Do'g'ri qildik ha. 500 dollar zakolat berdingiz. Berdim men. Qolganini qachon berasiz? Ha, beraman u bering. Darvoza kelganini berasizmi? O'zi ha, 500 ni 5-chisiga tashlab berasizmi? ha, men bir o'g'ilcha gaplashay. Ha. Shu sal qarangli. Yashan. Xudo xolasa men darvozani chiroyli qilib beraman. Tojikistonliklarga reklama qilaverasiz. Daverasiz bo'lasiz keyin, xudo xolasa. Конечно, biz shu tavakkal ber, tojik klient ko'p bo'ladi keyin. Xudo xolasa. Patolochi ustamizga ming rahmat. Bizga davera bo'lib, Instagramda kuzatib yurarkanlar. Ustaga sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Xudo xolasa sizni yuzingizni yerga qaratmagan holatda cho'tka qilib beramiz.